xalq deputatlari Tuproqqal'a tuman kengashi tomonidan o'tgan yil davomida 13 ta sessiya o'tkazilib, shundan 8 tasi to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilgan. 2025 yil davomida o'tkazilgan sessiyalarda 141 ta masalalar muhokama qilinib, tegishli qarorlar qabul qilingan. Shulardan 46 tasi hisobotlarni eshitish, 9 tasi axborotlarni eshitish, 9 tasi muhokama, 2 tasi nazorat tahlil, 44 tasi vakolat doirasidagi qarorlarni tasdiqlash, 2 tasi hokim qarorlarini tasdiqlash hamda 31 ta boshqa masalalardir. Yuqoridagi qarorlar tegishligiga ko'ra doimiy komissiya muhokamasidan o'tkazilgan. Doimiy komissiyalar o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonun, xalq deputatlari, viloyat, tuman kengashi deputati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlari, shuningdek xalq deputatlari Tuproqqal'a tuman kengashi reglamenti hamda doimiy komissiyalar to'g'risidagi nizomga muvofiq amalga oshirilib kelmoqda. Mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan mahalliy byudjet mablag'larining yo'naltirilishi, ijrosi va tashabbusli byudjet jarayonlari doirasida g'olib loyihalarning moliyalashtirilishi hamda ijrosiga oid 30 dan ortiq masalalar ko'rib chiqilib, tegishli xulosalar berilgan. Shuningdek, komissiya vakolatiga kiruvchi 31 ta masala yuzasidan mas'ul tashkilotlar rahbarlarining hisobotlari ko'rib chiqilib, tegishli qarorlar qabul qilingan. Korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan o'tgan davr mobaynida 12 ta masala ko'rib chiqilgan. Xususan, tuman hududida jinoyatchilik va korrupsiyaga oid jinoyatlar holati, ularning kelib chiqish sabablari hamda oldini olish va bartaraf etish bo'yicha ko'riladigan choralar yuzasidan tuman prokurorining axboroti, tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'ining huquqbuzarliklarning oldini olish va jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hisobotlari muhokama qilingan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 21 apreldagi 71 sonli korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining yanada takomillashtirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishi ijrosini ta'minlash maqsadida komissiya tomonidan 30 dan ortiq tadbirlar tashkil etilgan. Ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan 18 ta masala muhokama qilinib, tegishli qarorlar qabul qilingan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-2030 yillarda bolalar saratoniga qarshi kurashish bo'yicha milliy strategiyani amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 186 sonli qaror ijrosi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda yassioyoqlik va skolioz kasalliklarini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tibbiy ko'riklar natijalari Inson ijtimoiy xizmatlar markazi va tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan komissiya tomonidan tahlillar ishlab chiqilib, kengash sessiyalari kun tartibiga kiritilgan. Agrar, suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan 16 ta masala muhokama qilinib, tegishli qarorlar qabul qilingan. Jumladan, suv ta'minoti rejalarini tasdiqlash, yashil jamoat parklari loyihalarini tashkil etish, suv resurslaridan foydalanish, samaradorligini oshirish masalalari bo'yicha tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi direktorining hisoboti tinglangan. Reglament va deputatlarning odob axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan
Ötken yıl davamida 4 ta mesele muhokama qilinib, tegishli qarorlar qabul qilingan. Jumladan, tuman deputatlarının öz saylovchilar bilan uchrashuvlar davomida aniqlangan muammolarni hal etish yuzasidan tegishli tashkilot va korxona rahbarlari nomiga yuborilgan deputatlik so'rovlari ijrosining holati o'rganilgan. Xalq deputatlari Tuproqqal'a tuman kengashi deputatlari tomonidan yil davomida 58 ta deputatlik so'rov yuborilib, shundan 29 tasiga o'z vaqtida to'liq ijobiy javob berilgan. 26 tasiga belgilangan muddatidan kechikib javob berilgan. 3 tasiga umuman javob berilmagan. Xalq deputatlari tuman kengashi deputatlari tomonidan o'z saylovchilarini xabardor qilish maqsadida hududlarda yil davomida 75 ta uchrashuv o'tkazilgan. Ushbu uchrashuvlar davomida 48 ta muammo aniqlanib, shundan 40 tasi ijobiy hal etilgan. Shuningdek, 79 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, ularning 64 tasi ijobiy hal qilingan. Bittasiga rad javob berilgan. 14 tasiga esa tushuntirish berilgan. Tuman kengashi deputatlari tomonidan 18 marta mahalliy televideniyada, 2 marta radioda, 4 marta bosma nashrlarda chiqishlar amalga oshirilgan. Deputatlar internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlarda ham doimiy ravishda chiqishlar qilib kelmoqdalar.